Tog'a, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? O'zingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Ancha tuzalib qoldingizmi? Tuzalibmiz endi shunga niyat qilib keldik. Qayerdan keldingiz? 1,5 Azoro mahallasidan. Samarqand o'zidan. Samarqand o'zidan. Qanaqa muammo bilan keldingiz? Bel oyoqqa berib, 1,5 yildan beri doktorda больницада bir 5-6 marta yotdim. Ukol qiladi, bir 2 kun qoladi, yana boshlaydi og'rig'i. Shunga shira najot istab keldim men. Qalay bo'ldi? Birinchi, ikkinchi kun qanaqa bo'ldi? Hozir o'zgarish bor, sal qo'lli, yaxshi uxlayapman kechasi. Oldin uxlamasdingiz. Mana kechasi og'riq bor edi. Og'riq bilan uxlamasdingiz, a? Hozir harakatlaringiz yaxshi. Harakatda bosganda og'riyapti-da baribir. Shuni hozir aytdim, boshqacha nima qildi, igna qo'ydi. Endi o'zgarish bo'lsa kerak, ko'ramiz. Birinchi kun kelganingizdan ko'ra ancha yaxshisiz. Yaxshi. Endi hozir necha kun deysiz sizga davolanish? 5 kun davolash kursi ekan. 20 kundan keyin yana 5 kun bor ekan. Doktorlarimiz xudo xolasa aytganini qilsangiz, nasib bo'lsa, shu niyatimiz shu. Jo'natdikda bu cho'lab yurish. Endi mehnat qilgansiz paytida. Hozir endi ozgina o'z bildirib qo'yadi. Shuning uchun mana Samarqandda ham o'zimiz filialimizni ochganmiz. Rahmatullayev kinezologiya klinikasini. O'zi Namanganda ham bor, Toshkentda ham bor. Samarqandda ham endi Samarqand xalqiga o'zimizni xizmatimizni YouTube'dan topib kelimda zvon qilib, shu adresi berdilar, lokatsiya tayyorladilar. Keldik, ko'rdik, endi ko'ramiz-da, qanday o'zgarish bo'ladi. Xohlasa doktorlarimiz aytganini qilib tursangiz, dam oling deganlarda dam olib, o'z vaqtida mashqlari bor, mashqlarni ham berayotgan bo'lsalar, o'shlarni qilib tursangiz, nasib bo'lsa rezultatga chiqib olasiz. Niyat shu. Nasib bo'lsa. Xudo xolasa endi hech qanaqa ukol yoki dori berishmayapti. Ukol dori yo'q. Hammasi tabiiy ravishda, kinezologik usul bilan davolashyapti. Ko'pchilik endi bizni shunaqa o'ylashadi-da, bular mashinnik, aferist deb o'ylaydi-da. Nimaga sizlar ukolsiz davolaysizlar, nimaga siz dorisiz davolaysizlar deydi. Yo'q, farqi nima? Uni har xil masbada bordir-da. Shuni foyda qilyapti-ki mana. Ko'ramiz-da. Ukolsiz ham, dorisiz ham foyda qilyapti. Ya'ni biz misol uchun aytadigan gapimiz xalqimizga sizni misol ukol qilib 2 kunga danamingizni og'rig'ingizni qoldirgandan foyda yo'q. Больницада chiqqandan ham 2 kun zo'r ukollar qilib 2 kun qoladi, yana boshlaydi og'riq. Nasib bo'lsa, o'yinda tarqalib bu ukollar ta'sir qiladi deydi. Eshitma, ta'sir undan battar bo'ladiki, nima bo'lmaydi. Nasib qilsa mana hozir kelgandan aytdilar sirazi, ukol sizga kerak emas, eshitma. Kelgandan aytdilar, yaxshi bo'ladi. Endi nasib qilsa hozir mana 5 kun olsangiz, nasib bo'lsa, yana 20 kundan keyin olsangiz, xudo xohlasa yaxshi rezultatlarga chiqib olsangiz bo'ladi. Bilmadim. Shu niyat, nasib bo'lsa. Nima tavsiya berasiz kelmoqchi bo'lganlar? Kesinlar, ko'rsinlar. Yaxshi, muomalalari yaxshi hammasi. Doktorlarimiz. Ammo elektrolecheniya nimalari qilibdilar. Massaj. Xudo xolasa bo'lmasam siz bilan endi to'liq protsessimiz yakunlangandan keyin bir ko'rishib gaplashamiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa qanaqa holatga kelar ekansiz? Bo'ldi. Faqat doktorlarimiz aytganini qo'ldan qilib turishingiz kerak bo'ladi. Shu niyatim shu, yaxshi bo'lsa bo'ldi. Boshqa hech nima emas. Agar sizlarga ham bizning xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Gapiringizni gapirib olsangiz bo'ladi bemalol. Rahmat, agar kelmoqchi bo'lsangiz kelinglar. Yangi ochilgan ekan. Yaxshi muomalasi yaxshi doktorlari. Yordam beradi, mana 2-kun keldim, yordam berdi.